Barchalarga salom, sizlar bilan man Deko. Bugun videoda sizlar bilan tagzi qurol modini obzor qilib chiqamiz. Bu qurol modi 1.21 dan yuqorilarga albatta tushadi. Men hozir 1.21.51 da olyapman videoni. Xo'sh, hozir mana bu yerda hamma qurollarni solib qo'yganman. Shu yerdagi barchasi o'sha modning ichida. Ya'ni juda ham ko'p emas, lekin hammasi juda ham yaxshi. Hozir esa biz Desert Eagle'ni sizlarga obzor qilib ko'rsataman. Hozir boshida mana bunaqa animatsiyasi bo'ladi. Mana qaranglar, o'qni olib, ochib, mana shunaqa qilib animatsiya qiladi. Mana o'tirsanglar nazarlarda otsanglar bo'ladi mana shunaqa. Endi keyingi qurolga o'tamiz. Keyingi qurolning nomi Glock 17. Bu ham pistoletlarga keladi. Va bu pistoletning animatsiyasi mana ko'rishingiz mumkin. Bu ham yomon emas, masalan, modeli, mana animatsiyasi, hammasi yaxshi. Endi keyingi qurolimizga o'tsak ham bo'ladi. MP5 qurol. Buni hozir sizlarga ko'rsataman. Hozir qo'limga olib olay. Okay, mana. Lekin bu animatsiyasi yo'q ekan, afsuski, lekin mana bunaqa otsa bo'ladi. O'tirsanglar nazarlaydi. Ya'ni shiftni bossanglar bir o'tiradi. Bularning hammasi o'qi bo'ladi. Hammasini olib qo'yishimiz kerak, chunki har bittasi o'qini qidirib o'tirmaslik uchun. Keyin bu qurol modni yugursanglar ham mana bunaqa animatsiya bilan yuguradi. Bu hamma qurol modida bor. Va F5 tugmani bossanglar, sizlar qo'lingizda mana bunaqa holda turadi. Va mana bunga o'tirib nazar qilsanglar, mana shunaqa bo'lib qoladi. Ya'ni juda ham yaxshi. Turishiga qaranglar, zo'r turibdi. Endi keyingi qurolga o'tsak ham bo'ladi. Keyingi qurol nomi AA12 ekan. Buni hozir animatsiyasini ko'ramiz. Bu qurol ancha yaxshi ekan. Endi keyingi qurolimiz M1A4 quroli. Bu qurolni ko'pchiliklar bilsa kerak. Hozir buni animatsiyasini ham ko'rsatamiz. Afsuski bu qurolda animatsiya yo'q ekan. Mayli, unda hozir boshqa narsalarni ko'rsatamiz. Otishlarni qo'yga qarab prisel bilan mana shunaqa. Xo'p, mana o'qlanish animatsiyasi. Endi otib ko'ramiz. Endi keyingi qurolga o'tsak ham bo'ladi. Keyingi qurol RPG. RPG 7 ekan. Buni ham hozir tekshirib ko'ramiz. Mana slime bor ekan. Hozir o'qlaymiz.
va otamiz. Hozir mana otamiz yaxshi. Tezabel o'ldirdi chunki bu RPG. Yani otamiz yaxshi ikkitasi o'ldi. Boshqalarga ham ta'sir qiladi ekan bu bombasi. Endi buni animatsiyasiga e'tibor beramiz. Animatsiyasiga albatta gap yo'q. Endi keyingi qurolga o'tsak, Arctic Magfera Magnum ekan nomi. Xo'sh, endi buni otib ko'ramiz. Endi keyingi qurolga o'tsak ham bo'ladi. Keyingi qurolimiz M870 ekan. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Hozir ana bu yerda slomlar ko'p ekan. Shularni tekshirib ko'ramiz. Mana yaxshi ikkitasiga o'ldiradigan, chunki o'q charchalab o'tadi. Yaxshi tuzilgan ekan. Endi esa hozir animatsiyasini ko'ramiz. Mana animatsiyasi. Endi esa keyingi qurol P90. Hozir buni ham tekshirib ko'ramiz. O'qlash animatsiyasi. Bitta cho'zganim 3-4 ta o'qda o'ldirar ekan. Bu degani unchalik ham kuchli qurol emas. Endi animatsiyasiga e'tibor beramiz. Endi keyingi qurol, ya'ni Scar L. Buni ham hozir tekshirib ko'ramiz. Mana uning animatsiyasi. Ovoziga va animatsiyasiga gap yo'q. Endi keyingi qurolga kelsak, Ember 6A1. Buni ham animatsiyasi bor. Mana animatsiyasi yaxshi. Buni animatsiyasi yaxshi ekan, o'qni tirs qilib urib qo'yapti. Endi keyingi qurolga o'tsak, HK416. Bu modeli juda ham menga yoqdi. Mana bu uning priseli va otish ovozlari. Endi esa animatsiyani ko'ramiz. Endi keyingi qurolga o'tsak,
Keyingi qurolimiz Chris Vector deb nom qo'yishgan ekan. Hozir buni ham ko'ramiz animatsiyasiga. Bu ham ancha yaxshi ekan. Endi keyingi qurolga o'tsak. Keyingi qurolimiz bizni Scar Hash quroli. Va bu uning animatsiyasi. Bu ham ancha yaxshi qurol ekan. Endi oxirgi qurolimiz G3 quroli va uning animatsiyasi o'qlash animatsiya. Mana qurollarni ham obzor qilib bo'ldik. Endi kartani ham obzor qilamiz. Bu kartani serial uchun ajoyib joy, ya'ni xarobalar, uy, masalan, harbiylar bazosi bor. Bu zombi apokalipsis yoki shunga o'xshash seriallarni olsanglar bo'ladi. Mana katta yo'lak, binolar juda ham ko'p. Meni changlar ochmayapti. O'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Bu karta va qurollarni mening Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Shu yerda yuklab olsanglar bo'ladi. Kartaga va qurolga gap bo'lishi mumkin emas. Karta va qurollarga kommentariyaga baho berib keting, yaxshi, yomon yoki bo'ladi deb. Lekin ikkalasi ham menga yoqdi. Karta va qurol modi ikkalasi ham 1.21 dan baland. Men hozir 1.21.51 da o'ynayapman. Men Telegram kanalimni esa opisiya va kommentariyaga qo'yib ketaman. Kirib yuklab olsanglar bo'ladi. Va men yaqinda server ochdim. 1.21.41.01 va 1.21.51.01 versiyalarga ochdim. Ikkita versiyaga kelsanglar bo'ladi. Buni ham IP'si va adresini qo'yib ketaman. Kommentariyada like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying shuncha harakat uchun va bu modlarni tashlab berganim uchun ham. Xullas, hammaga xayr.